qiling. Kameraga qarab kelingda. Aziz obunachilar, biznesga reli qo'yish, qarab turinglar. Mashina benzinda turibdi. Gazga o'tgandan keyin o'chadi diodimiz. Gazlang 1-2. Mana gazga o'tdi, o'chdi. Mana ko'rdingizlarga. Bo'l, gazlamang. Bo'l, mashg'ula tursin. Gazga o'tgan vaqtda uzadi, ya'ni benzin so'zdi. Endi benzinga o'tkazsang kulchatildi o'zidan. Ahamiyat deb turasiz, mana benzinga o'tdi, o'chdi. Ya'ni sizga mana bu releni qo'yishni ko'rsatib qo'ydim. Yana bir marta sizlarga releni o'rgatib o'taman. Qaranglar akalar. Постоянный tok, biznesda kirish toki 30, 87 chiqish, 86 massi, 85 bu tomonda, ya'ni reduktorga kelayotgan gazni toki bo'ladi. Shu holatda benzin asos umuman ishlamaydi. Ya'ni benzin obro'tga qilib aylantirib turmaydi bu releni qo'ysalaring. Shunga o'xshash ma'lumot o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Bu videoni tablon benzin, ya'ni tabloda benzin kamayib ketyapti degan do'stlarga yuborib qo'ying. 4-pakalaniga reli qo'yishni o'rgatib qo'ydim. Bunga o'xshash ma'lumotlar juda ham ko'p berib o'tamiz sizlarga. Tanlovda adashmaymiz. 24 ga sifatli propan ham metan ham so'mga qilib beramiz.